Bugungi videorolikimizda men O'zbekistondagi mashhur youtuberlarga jinnicha savollarni berib ko'raman. Ushbu videoni esa men Omonxondan bir gapir qilib chopganman. Men birinchi bo'lib yozadigan insonim bu Deezer Minecraft. Vaqtida yozishga ulgurib qolman chunki bilmaganlar bilib olsin, Deezer million suda qilib trading bilan shug'ullanadi. Bilasizlar, men Deezerga nima dedim? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menga trading qilishni hamda tilla tursiga olishni o'rgating. Tilla tursik? Вот это поворот! Men ham siz kabi tilla tursik kiyib kelyapti. A few moments later. Bizning keyingi yozib ko'rgan youtuberimiz Frozen. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Galakteridagi mashhur bo'lib ketdingiz birazda. Buning uchun nimalar qildingiz? Shu ham savol bo'ptimi? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. So'roq undoq. Javob bering, bich. Har kuni dirasht qildim. Do'stlar, men fakt yo'nalish uchun alohida kanal ochib yuritayotgandim va u 1 obunachidan ham oshgan edi, ammo Google bu akkauntni ban qilib umuman yo'qotib yubordi. Nimaga bilmadim va men taslim bo'lmadim va yangi kanal ochdim. Bunga esa sizlar o'tib obuna qo'yishingiz mumkin. Opsiyada silka bo'ladi. Biz sizni layklaringizni olib chiqib sotamiz, shu orqasidan pul ishlaymiz. Bilarmidingiz? Siz ishlatayotgan megabaytlarni ham o'zimizga olib qo'yib, keyin sotamiz. Megabayt chegaralangan-ku, hamma bir-biri bilan almashish kerak. Olamizda odamlarnikini yig'amiz, to'xta. Keyin sotamiz Beeline'ga. Beeline telefon qiladi blogerlarga, "Aka, bloger, megabayt qolmayapti. Beringlar" deb. Do'stlar, keyingi yozib ko'rgan youtuberimiz bu hammalar tanigan o'sha Baksus. Video boshida jinnicha savollarda biroz adashman. Ba'zi youtuberlarga jinnicha savol, ba'zi youtuberlarga esa biroz asabini buzadigan savollar berib ko'ryapman. Misol tariqasida Bu narsa qanaqasiga Baksus asabiga tegishi mumkin, ahmoq? degan savol sizlarda paydo bo'lgan bo'lsa, hozir tushuntirib beraman. Baksus ban bo'lib ketgan deyarli 100 kali kanalni birinchi 30 ga obunachisini mana shunday ideya choparlar haqidagi videolar bilan to'plagan edi. Va ulardan kelgan javob esa keyingi yozadigan youtuberimiz esa do'stlar Mesrololololololololo cheksiz lolo. Xullas men unga aytdimki, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rossiyaga borib chiroyli qizlarga uylanish uchun nima qilish kerak? Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Xo'p, bu savolga javob dalboy bo'lish kerak, dalboy. Do'stlar, men sizlar eng yoqtirgan youtuber Artifact hamda Hakerga ham bunday ajoyib bo'lgan qiziqarli savollar berib ko'rgandim, albatta chegaradan chiqmagan holatda. Lekin ulardan javob kelmadi. Mayli, ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Bizning keyingi yozib ko'rgan youtuberimiz esa Prismarinman. Ular mendan yoshlari anchagina kattaligi uchun ularga ortiqcha bachkanalik qilgim kelmadi. Do'stlar, agarda bu videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Agarda mana shunday videodan yana chiqarishimizni xohlasanglar, buni ham kommentariyada yozib qoldiringlar.